Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Bugun sizlarga Telegramdan spamdan juda oson va tez chiqishni o'rgataman. Buning uchun spam info botga kirib olamiz. Official stichkasi bor. Start buyrug'ini bosamiz. Mana 26-avgustgacha deyapti. Endi bu yerdan mana bu xatoga bosamiz. Agar akkauntingiz xatolik sababli cheklab qo'yilgan bo'lsa, xullas o'qiysizlar qilganini, ha'ni bosamiz. Keyin ajoyib, bularni begonalarga yubormaganingizni tasdiqlang. Har qanday turdagi nomaqbul reklama, promotsiya, xabarlar, shokir tushiruvchi materiallar. Bularni birortasini qilganmisiz deyapti. Yo'q, hech qachon bunday qilmaganman bosamiz. Keyin iltimos inson ekanligingizni tasdiqlang deb ustiga bosamiz va bu saytga olib kirib ketadi. Keyin mana shuni kutib tursangiz, bu stichka bo'ladi, bu odamligimizni tasdiqlaydi va buni bosamiz. Mana chiqdi, endi tayyorni bosamiz. Mana bu yerda juda yaxshi akkauntingiz xatolik sababli cheklab qo'yilgan bo'lsa, bundan juda ham afsusdaman. Iltimos o'zingiz vaziyatingiz haqida to'liq ma'lumot bering. Men uni nazoratchilarimizga jo'nataman. Nima deb o'ylaysiz? Nega akkauntingiz cheklangan? Qanday qilib xatolik yuz bergan bo'lishi mumkin? Bu yerga yozasiz. Oddiy hech qanaqa inglizcha so'zlar kerak emas. Do'stim, xatolik sababli bilmasdan spam tugmasini bosib yuborganini aytdi. Bo'ldi, jo'natamiz. Bo'ldi, arizamiz qabul qilindi va bugun kechgacha, ertalabgacha spamdan ozod bo'lamiz. Hammalaringga rahmat. Kanalga obuna bo'lishni unutmang.